Assalomu alaykum. Bugun sizlarga mazza bo'lgan, hammaga kerakli bo'lgan pechenye retseptini ko'rsataman. Iliq sutimizga 1 qoshiq dro'jja, 1 qoshiq shakar solib, aralashtirib apparat tayyorlab olamiz. Xona haroratida turgan sariyog'imizga shakarimizni solib, yaxshilab shakarlarni aritib, ko'pirtirib olamiz. Tuxumlarimizni bir-biridan solib, yana mikserlashda davom qilamiz. Tayyor bo'lgan apparamizni ham qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, keraklicha un solamizdan xamir etib olamiz. Xamirimiz o'rtacha yumshoqlikda bo'lgandan keyin xohishga ko'ra g'oz yo bo'lmasa kishmish solsangiz ham bo'ladi. Solib, shundan qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir etib olamiz. Xamirimizni 1 sm qalinlikda yoyib olib, üstüne 2 qoshiq shakar sepib olamiz. Kerakli o'zimiz xohlagan figurada kasamizdan duxovkamizni 180 gradusda qizdirib, usti teyini yoqib 25-30 minutda pishirib olamiz. Dim mazali, hammaga birdan yoqadigan pechenye bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha!